Bir kuni bir o'ris yangi boylardan bittasi Yaponiyaga dam olgani boribdi deng. Yaponiyaga dam olgani borib, mazza qilib damda olib, shaharlarda aylanib, xordig'ini chiqarib, qaytadigan mahalda "Ke" debdi. Do'stlarimga sovg'a salomlardan olay deb, suvenirlar sotadigan, sovg'a salomlar sotadigan magazinga kiribdi deng. Magazinga kirib, nima olishini bilmasdan aylanib yursa, magazinchi aytibdiki, "Mana bu ko'zoynakdan oling. Agar mana shu ko'zoynakni shundoq taqib qizlarga qarasangiz, qizlar yalang'och ko'rinadi. 1 yilgacha garantiya" debdi. Shunda haligi o'ris ochkini olib shundoq taqsa, atrofdagi qizlar hammasi yalang'och ko'rayotganmish. "Bo'pti, olaman, zo'r narsa ekan" debdi-da. Haligi ochkini sotib olibdi. Sotib olib, samolyotga biletni olib, samolyotga shunday chiqibdi-da, to uyga kelguncha ochkisini taqib, samolyotdagi stewardessa qizlarni tomosha qilib ketdi. Keyin samolyot qo'ngandan keyin shundoq bitta taksini zakaz qilibdi-da, uyiga borib, taksidan tushib, "Ke" debdi. "Ochkimni taqib uyga kiray" deb, ochkisini shundoq taqib uyga kirib qarasa, oshxonada xotini bir begona erkak bilan yalang'och turganmish. Haligi joyda haligi o'ris ochkisini shundoq yechib qarasa ham yalang'och turganmish. Shundoq taqib qarasa ham ikkalasi yalang'och turganmish. O'risda jahli chiqib, shundoq ochkisini yechibdi-da, ochkisiga qarab, "Voy, iploslari, 1 yilga garantiya dedi. Shu yerda ham aldashibdi-ya" dermish.